Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda Wi-Fi ga pul taylashni ko'rsatib o'taman. Yemasa videomizni boshladik. Men bu yerda Click Paynet shular orqali pul taylasak ham bo'ladi yoki Uz Online o'zining ilovasi bor men bu yerda. MYUTS degan. O'shandan ham pul taylasak bo'ladi. Xohlagan anonsiga kirasizlarni kirib olganimdan keyin bu yerdan to'lovlar degan joyga o'taman. Internet va TV degan joyi bor. O'shanga bosamiz. Keyin bu yerdan internet degan joyga bosaman. Uz Online degan bo'lim bor. O'shanga kiraman. Bu yerga mana hisob raqam kiriting deyapti. Men nusxalab olgan hisob raqamni bu yerga yozamandan kiritaman. Davom etishga bosamiz. Men bu yerga summani yozamiz. 165 ming so'm edi. Hozir bizdagi to'lov kelgan yo'q. O'shaning uchun men 1000 so'm pul taylab qo'ysam ham bo'ladi. Davom etishga bosamiz. Men bu yerda ma'lumotlarni ko'rish degan joyi bor. O'shanga bosamiz. Men bu yerda balansni ko'rishingiz mumkin. 442 so'm bor. Hozir taylasak balansga pul tushadi. Mana to'lash degan yozuvga bosamiz. Mana balansimizga pul tushdi mana. Mana bu yerda to'lov tafsilotini bosamiz. Mana shu yerdan chek mana shu. Sizga ham kerak bo'lsa, masalan, takrordan to'lov bosmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin yana. Men sizlarga ma'lumotlar ko'rsatish uchun ko'rsataman. Mana balans 1742 so'm bo'ldi. Xuddi shunday to'lov qilasizlar Wi-Fi ga. O'sh barcha anonlarda, ilovalarda bor. Mana internet degan joyni bosasiz, bu yerdan internet keyin Uz Online degan bo'lim topsangiz, xohlagan onlarda xuddi shunday bir hisob raqamini kiritib to'lov qilishingiz mumkin. Kimda kim Wi-Fi hisob raqamini bilmasa, masalan, kimning nomiga olingan Wi-Fi olayotgan payti telefon raqamim kiritadi. O'sha telefon raqamga SMS tarzida hisob raqam yuboradi. O'shandan ko'rishingiz mumkin. Yoki o'sha odam Uz Online ilovasidan ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tgan payti hisob raqam to'liq barcha narsa ko'rsatiladi u joyda. O'sha hisob raqamni nusxalab olib, bemalol to'lov qilishingiz mumkin keyin. Agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin?